Assalomu alaykum bizni ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi romligimiz, hop, korpusimiz. Romligida korpusi 4 dona, 2 ta eshiklik, 2 ta derazalik. Narigi tomonda oshxonani bir donagina 85 ga 220 lik eshigi bor. Ko'hnaniki u. Hop, birinchi ayvonimizniki bu mana bu yerda orqasidan perikorotka bo'lib turib, bu tomoni alohida uy bo'lib ketadigan ekan. Bitta eshik qo'yganmiz, 2 qanotli eshik. Bu tomonida bitta derazasi bor. Bu tomonda bitta derazasi bor. Bular akfa antrezga oq oddiy oyna bo'lgan, paket bo'lgan, 2 qavatli oynalar. Bu tomonda bitta o'sha ochilishli derazasi bor. Hop, bu tomonimizda yana shunday holatda 2 qanotli eshik. Ayvonimiz katta, shuni hisobiga 2 qanotli eshik qilingan. Ichkaridagi holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hop. Bu yerga bitta patagonni qo'yilgan, bitta seli butun qo'yilgan. Bularni ichkari ustini o'ralmagan. Buni o'sha dekordan o'ralar ekan. Hop, bu yerda ikkita ochilishimiz bor. Mana shunday holatda ochiladi, 2 qanotli. Bunday qilib qo'yilgan holatida xalaqit bermaydi. Mana bu yerdagi ayvonni joyini toraytirib yormaydi. Hop. Keyin yana bitta derazamiz 3 ko'zli bo'lgan. Bu yerdan bitta ochiladi. Mana shunday ochiladi. Patagonnikligimiz 30 lik patagonnik. Hop, bu ikkita eshik, 2 dona deraza. Hop, 15 million so'mga tushdi. Narigi bitta ko'hnani bitta eshigi bilan. Buni 15 million so'mga tushgani sababi oynalar 2 qavat oyna, terlanmaydigan oyna. Hop, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan romligimiz mana shulardan iborat. Narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz shu opisiyaniyada bo'ladi. Telegram kanalimizga kirsangiz ham topish oson. Telegramda, WhatsAppda nomerlarimiz bor. Shu bilan bog'lanib, Namangandan, faoliyatimiz Namanganda bog'lanib, gaplashib, buyurtma bersangiz albatta ishonchli tarzda yetkazib beramiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.